ota-onani hajga ishga jo'natish. Bunday matematik hisoblab ko'rsang, 35-36 yoshda hammasini qilsa bo'ladi. Uy-joy bo'ldi, to'y bo'ldi, hamma farzandor bo'ldi, moshin bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Aziz yurtdoshlar, muhim bir yangilikni aytishim shart. Biz Moskvadagi ofisimizda Rossiyada ilm olib, o'zining proyektlarini ochib, kelajakda kasb egasi bo'lib yetishmoqchi bo'lgan yoshlarga yig'ilish o'tkazayapmiz. Agar siz ham Rossiyada ta'lim olib, kelajakda o'zingizning bizneslaringizni ochib yuritish niyatingiz bo'lsa yoki sizning farzandingiz shunday inson bo'lib yetishishni xohlasangiz, iltimos bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. 30 kishiga bepul o'zim maslahat, savollarga javob universitet tanlashda yordam beraman. Hozir zamon o'zgaryapti, zamonni o'zgarganini o'zingiz kuzatib turibsiz. Kelajakda faqat ilmi bor, kasbi bor, kompyuteri, internetda tili bilgan insonlar uni o'sadi. Agar siz shular qatorida bo'lsangiz, keling, qo'shiling, yoziling, biz bilan birga bo'ling. Hujjatlaringni hammasi bizda. Sarson qilmaymiz o'shim. Uni olib kel, yaqa olib kel, baqa olib kel, ilini olib kel. Imtihon. Biz orqali dokument topshirsangiz, imtihon biz o'zimiz chaqiramiz, yo ofisda bo'ladi, yo universitetning qoshida bo'ladi. Universitetning qoshida bo'layotgan imtihonni ham bizni kuratorlar olib borib, auditoriyalarga olib kirib, o'tkazib, kirib topshirib chiqasizlar. Eng yaxshi ko'radiganim, bizni boshqalardan farqimiz mana shu 4-etapda. Studentskiy bilet, yotoqxona, zachotka, registratsiya, lichniy kabinet. Endi faraz qiling, siz o'qishga kirdingiz. Sizga adresni tashlayapmiz universitetnikini. Siz borasiz, yerda 9 etajli katta zdaniya to'la uruslar. Qayerga boraman? Nimadan ish boshlayman? Kim meni yerda kutyapti? Mana gruppam qayerda, raspisaniyam qayerda? Panika maksimalniy bo'ladi. Maksimalniy o'zingni bespomощный his qilasan-da. Qayerga borsam ekan? Keyin ashitda bir qorachadan kelgan birondan qidirishga tushasiz. Baribir даже registratsiyasini olgan bo'layam, zachotkasini olgan bo'layam, hayajonlanib, prosta tak dekanat eshigini oldiga borsa ham telefon qiladi. O'tkir aka, eshik oldida turibman. Nima deydi? Men aytaman, "Uka, kirgin, salom bergin, kimligini ayt, nimaga kelganingni ayt, tamom. Подойти, попросить или спросить." Ikkita narsada iltimos qilish yoki so'rash. Поэтому mana shu etap мы вам поможем, поддержим, подскажем, дадим ребят рядом с вами, которые за вас это будут говорить, делать. Sessiya topshirishga yordam. Mana shu yerda e'tiborlaringni qaratmoqchiman. Biz sizni pulingizni olib, brat, pulni bering, borib ish paydan bo'lavering, sessiyangizni men yopib qo'yaman. Unaqa narsa yo'q. Вообще ishlaringdan chiqaringlar. Sizlar bitta fandan topshirish kerakmi? O'sha fanning o'ziga vazifasini olib skrinini tashlaysiz, mavzusini. Nima yozish kerak, nima tayyorlash kerak, biz tayyorlab beramiz. Uni o'zingiz borib topshirasiz. Tushundingiz, a? Перевод yoki восстановление. O'zbekistonga ham перевод qilib ketsa bo'ladi. Chunki bizning universitetlarda hammasi davlat universiteti bo'lganligi uchun O'zbekistonga перевод osonroq. Sohangizdan sohangizga, ochnidan ochniga, sirtqidan sirtqiga. Tushunlaringmi? Спасибо большое. Mastер-klass вообще zo'r. Chiroyli o'tdi. Men bu yerdaganimdan xursandman. Cho'rat kelib do'stlarimiz topdi. Xudo xolasa institut o'qish niyatimiz bor. Ko'p yilda strokada ishlaymiz, strokadan norozi emasmiz. Xudo xolasa bundan keyin biznes klass, hamma narsa biznes bo'yicha ishlashga nasibimiz bor. Bu yerga master-klass juda ham ajoyib o'tdi. Juda ham yaxshi o'tdi. Hamma savollar berishdi, savollarga javob oldik. Мероприятие мастер-класс мы получили ответы на все свои вопросы, узнали, которые мы не знали о профессии либо университете. Bugun biz shu master-klassga tashrif buyurdik. Hammasi zo'r, a'lo darajada tashkil qilishibdi. Tashkil qilganlarga ham rahmat. Men o'g'limni o'qishga kirgizmoqchi bo'lib kelgandim meditsina sohasiga. Hammasi ma'qul. Biz inshaalloh harakat qilamiz. Nasib qilsa, inshaalloh o'g'limizni kirgizamiz degan umiddamiz. Rahmat hammalaringga. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.